Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taologa hamd sanolar, hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salovatu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, sizlar bilan nurun ala nur Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying hamda videoni tarqalishligi uchun bitta like bosib hissangizni qo'shib keting. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimiz vav muqaddara, ya'ni orttirilgan vav. Kalima oxirida kelgan zammali hu hadan oldingi harf ham zammali yoki fathali bo'lsa, hu hadan keyin bir vav qo'shib cho'zib o'qiladi. Bu alomat Usmon mushafida kichkina vav ko'rinishida kelgan. Bunda ham shart shuki, undan keyin qat'iy hamza kelmasligi lozim. Masalan, debdi. Ha harfidan oldingi harf fatha yoki zamma bo'lsa, undan keyingi hu harfi cho'zib o'qiladi debdi. Mana bu joyda lahu u harfini cho'zib o'qiymiz ekan. Qachon? Mana bu joyda ko'rsatib qo'yibdi. Lahu bu o'qilishi, mana bu esa yozilishi. Lahu amruhu. Mana bu joyda h kelyapti. Hdan oldin zamma harfi kelyapti, u harf kelyapti. Shuning uchun huni cho'zib o'qiymiz. La amruhu. Bu Usmon mushafida kichkina vav ko'rinishida yoziladigan. Mana kichkina vav turibdi, buni u qilib o'qiymiz ekan. Amruhu. Hukmuhu. Mana bu joyda ham hdan oldin u harfi kelyapti. Shuning uchun u ha harfini cho'zamiz. Hukmuhu. Mana bu joyda vav harfi yo'q. Lekin mana bu joyda Usmon mushafida kichkina qilib yozadi debdi. Mana shu vavni u qilib o'qiymiz ekan. Hukmuhu. Qudratuhu. Maluhu. Dawud. Tawus. Ru'us. Yaqra'una. Hop, keyin yo'i alif ya. Kalima oxirida fathadan keyin nuqtalarsiz kelgan yo undosh alif maqsura deyiladi. U cho'ziq a tarzda o'qiladi. Masalan, debdi. Ila, ala. Bu joyda aytibdi, hech qanday nuqtalarsiz ya harfi kelsa debdi, a harfi cho'zib o'qiladi debdi. Ilay deb y harfini o'qimaymiz ekan, balki y harfi alif bilan cho'zilib ketadigan. Ila, ala, lada. Mana bu y harfi alif bilan cho'zilib o'qiladigan. Ila, ala, lada. Mata, anna, hatta, shatta, ta'ala, a'la, Musa, Isa, Yahya, Murtada, Yatazakka, Fatarda. Hop, keyingi darsimiz shuningdek quyidagi so'zlar o'rtasida kelgan yo ham
cho'zib a qilib o'qiladi debdi. Sawwaha. Mana bu joyda ya harfi kelyapti. Hech qanday nuqtalarsiz, hech qanday qo'shimcha fatha zammalarsiz ya harfi kelyapti. Shunda ya harfidan oldin fatha kelsa, a harfi kelsa, a cho'zilib ya o'qilmay qoladi. Ya'ni a ga qo'shib ya cho'zilib ketadi. Sawwaha. Dassaha. Zakkaha. Fasawwaha. Uqbaha. Shu tarzda o'qiladigan do'stlar. Xo'p, bugungi darsimiz shular inshaalloh. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.